Xabaringiz bor, yurtimizda yoshlarni sportga keng jalb qilish, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni saralab olish maqsadida 2021-yildan boshlab an'anaviy tarzda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun futbol va mini futbol bo'yicha musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Shu kunlarda viloyatimizda ushbu turnirning birinchi bosqichi qizg'in tus olgan. Yangiyo'l tumanida mahalla yoshlari o'rtasida kechgan shiddatli bahslar va g'oliblikka bo'lgan intilish navbatdagi lavhamizda. Yangiyo'l tumanidagi Gulbahor qo'rg'onchasida joylashgan birinchi umumta'lim maktabida Davlat xavfsizlik xizmati kubogining tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Unda mahallalardan saralab olingan eng kuchli jamoalar o'zaro kuch sinashdi. Har bir harakat, har bir zarba ortida g'alaba ishtiyoqi bilan birga mahalla sha'nini munosib himoya qilish mas'uliyati namoyon bo'ldi. Shu bilan birga jamoalar o'zaro tajriba almashish va birdamlik uchun maydonga tushdilar. Juda chiroyli o'yinlar namoyish etildi. Jamoalar o'rtasida juda shiddatli, keskin ruhda, murosasiz ruhda o'tdi. Jamoalar faol ishtirok etishdi. Barcha yoshlarimiz bundan xursand. Mana an'anaviy bu turnir, masalan, 5 yildan beri o'tib kelgan bo'lsa, bolalarimiz oldin boshida o'tganda uncha qiziqish bo'lmagan, qiziqish bo'lganda bir-birini tanimasdi. Hozir 5 yildan o'tkazilgan bir-birini taniydi. Shu 50 bitta mahalla bo'lsa, hammasi bir-birini ko'rgan. Bu ularning o'rtasidagi munosabatni ham yaxshiladi. Hozir ko'rganda ular faqat futbol uchun emas, o'sha bir-birini ko'rib, xursand bo'lib, futbolda yutsa ham, yutqizsa ham o'sha do'stligini aytib ketishyapti. Musobaqa davomida jamoalarning taktik yurishlari va maydondagi intizomi mutaxassislar tomonidan alohida kuzatib borildi. Maqsad faqatgina kubokni topshirish emas, balki yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularni ommaviy sportga oshno etishdir. Shiddatli kechgan bahslarda har bir jamoa o'z mahoratini namoyish etdi. Ayniqsa g'olib jamoalarning muvaffaqiyati ortidagi tinimsiz mehnati hamda tumanda sportga qaratilgan e'tibor yaqqol sezilib turdi. Birinchi marta mana chempion bo'lyapmiz. O'yin emotsiyalarga boy bo'lib o'tdi. O'yin ancha kuchli, raqibimiz ham ancha kuchli. Anaqa 2-2 o'ynab penaltilar masalan zo'rg'a amallab yutib oldik. Emotsiyalarga boy o'yin bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarga men kattakon rahmat aytaman. Ushbu musobaqaning boshqa turnirlardan farqi shundaki, unda professionallar emas, balki mahallaning oddiy ammo sportga mehr qo'ygan yoshlari to'p surishmoqda. Va eng muhimi, ushbu bahslar chekka hududlardagi yashirin yulduzlarni kashf etish uchun qulay imkoniyatdir. Musobaqaning mini futbol yo'nalishida qizlar o'rtasidagi bahslar ham murosasiz, kutilmagan vaziyatlarga boy bo'ldi. Maydondagi ahillik va jamoaviylik esa g'alabaning asosiy kalitiga aylandi. Jarayoni juda ham shiddatli bo'ldi. Raqibimiz bizga nisbatan ancha yaxshi taktika rivojlangan ekan, lekin biz ham astoydil harakat qilib, o'zimizning jismoniy kuchimizni ko'rsatgan holda, texnika taktikamizni ishlatgan holda, biz bir oila bo'lib harakat qilganimiz uchun, kuchlarni teng taqsimlaganimiz uchun va bir-birimizga ishonganimiz uchun va Yangiyo'l tumanini sha'nini himoya qilganimiz uchun, o'zimizga ishonchimiz ustunligi g'olib kelganligi uchun birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Sport bor joyda g'alaba va mag'lubiyat yonma-yon yuradi, biroq bugun Yangiyo'l yoshlari uchun yutqazish bu to'xtash emas, balki yangi marralar sari qadam tashlash demakdir. Tadbir yakunida g'oliblar tashkilotchilar tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Hech bir ishtirokchi e'tibordan chetda qolmadi. G'oliblar endi viloyat bosqichida tuman sha'nini himoya qilishadi. Maydondagi kurashlar tugagan bo'lsa-da, mahallalarda futbolga bo'lgan qiziqish yangi kuch bilan davom etadi. Zero bugungi havaskor yoshlar orasidan ertangi professional chempionlar yetishib chiqishi shubhasiz.